motivatsiya berish uchun ilm olishga, boshqasiga bittasiga Gentra sovg'a qilaman. Top 1% ishtirokchilardan biri buni yutib olishi mumkin. Hamma narsa ichida bu Gentra g'olibini aniqlash uchun. Ilm orqasidan kelgan mashina bu. Ilm Abdurahmon ilmni targ'ib qilmoqchi. Abdurahmon kuchli bo'lishini targ'ib qilmoqchi. Qo'limni tiqib ham aralashtirman. Qo'limni ko'ringlar, hech narsa yo'q. Olaymi? Bismillah. 571. Mashallah. Bizda yutgan Mustafa Abdurahimov 253 ta mashq qilganlar. Mana. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Siz bilan yaqinda уже bog'lanishadi. Siz bilan уже etib beramiz mashinangizni. Yaxshi kunlar zaminlar. Xonadonda to'ylar bo'lsin. Endi boshlanishi bu eng katta mashinalarni olib keling, pazarlik qiling. Mana g'olibimiz Top 1%ni birinchi g'olibi mashinani yutib oldilar. Notariusga kelib hammasini rasmiylashtirib berdi. Yana shartnomalar qo'llariga muborak bo'lsin. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xudo berdi, bizga sabab. Rahmat, sabab bo'lganingizga rahmat. Nechta odam bu kishidan oldin jonli efirda nomi chiqdi, lekin ular shartni bajarmagandi. Ya'ni bizga bergan topshiriqlarni qilmagandi. Bu lotereya emas, qimor emas. Siz nimagadir harakat qilasiz, sababini qilasiz, natijaga qo'yasiz, ana yutib oldilar. O'ylaymanki, yaxshi kunlarda yashasin, tayinlash amal o'tsin deydi-ku. Nasib bo'lsa aka. To'ylaringizga xizmat qilsin, inshaalloh. Ana ota-onangizga xizmat qilsin. Shuning uchun yaxshi kunlaringizga mening. Rahmat aka. Tabriklayman.